Tasavvur qiling. Assalomu alaykum. Voy, aka, kartam qolib ketibdi. Shuni klik qilsak bo'ladimi? Mumkinmasda aka. Hech kimga aytmayman, aka. Mashina tashorsiz bo'ladi. Aka, menda naqd edi, shuni to'lab olsam mayli. Ochibda turibmiz-ku. Ko'rmayapsizmi? Bozorda emassiz-ku, brat. Men ham qancha ochibdan Hop naqdku, men to'layman ketaman, nima qilibdi? Ishingiz ko'p ekanda, shunda menda naqd to'layman ketaman, nima qilibdi? Aka, ochiq bilan kuylik, men ham qancha ochib. Alo. Shef, nimaga? Shuni klikdan pul tushgan bo'lishi kerak edi. Tekshirib olaylikmi? Klikdan? Tezroq, men tushgan bo'lib ketdi. Tezroq. Endi shunga ham mani ovora qilasan, ukam. Chekin rasmga olgin, bo'ldi. Seriyozmi aytyapman? Aka, o'zlari qog'oz berib qo'shgan bo'lsa, Hop, ancha chetga o'tib to'lab tursangiz bo'ladi. Naqd to'layman ketaman. Endi nima qilyapsiz? Biza bu epizodni bo'rttirib ko'rsatayotganimizni o'zimiz ham bilib turibmiz. Shunchaki qanaqadir bir hazil bilan e'tiboringizni jalb qilgimiz keldi xolos. Lekin mana shunaqa do'konlarda kartadan pul tashab berish masalasi ozgina qiyinlashib qolganini hammamiz his qildik-ku, to'g'rimi? Klik kompaniyasi pul o'tkazmalari bo'yicha O'zbekistondagi yetakchi kompaniya hisoblanadi va u mana shu do'konlardagi pul o'tkazmalari qiyinlashib qolganiga to'g'ri va ajoyib yechim topdi. Qarshi oling. Klik Sado. Klik Sado. Xo'sh, o'rtoqlar, unpacking qilamiz. Endi bilmadim, unpacking ham bunaqa zo'r bo'lmaydi chunki demak, Klik kompaniyasi bizga shokoladni berib yuborishibdi va biz bundan xursandmiz. Bollab qo'ydim. Xo'sh, nimaga unpacking unaqa zo'r bo'lmaydi deb aytdim? Chunki ichida 2 dona narsa bor. Bu device o'zi va zaryadka beruvchi kabel. Bu pitaniya yo'q. Va bo'ldi, lekin korobka sifatli. Yaxshi ko'raman mana shu upakovkasi, korobkasi sifatli bo'lgan mahsulotni, chunki men har bitta sotib olgan device'imni korobkasini saqlab qo'yaman. Xo'p, endi device'ni o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, juda ham yengil bo'lgan device, albatta mana bu yerga vaznini yozib qo'yamiz. Shundoq stol ustida turadi. Mana bu bosh qismi bo'lsa, qimirlamas ekan, lekin juda ham qulay bo'lgan gradus joylashgan bizani displeyimizda. Device orqa tarafiga e'tibor beradigan bo'lsak, bizani zaryadka olish uchun mo'ljallangan USB Type-C razyotimizdan tashqari 4 ta yumshoqqina qo'lga yoqimli bo'lgan rezinadan tashkil topgan funksional knopkalarimiz mavjud. Bu knopkalarimizdan eng birinchisi albatta yoqib o'chirish knopkasi, ya'ni knopka pitaniya. Undan keyingisi esa ovozni balandlashtirish, undan keyingisi ovozni pastlashtirish va undan keyin Sado qurilmasi faollashdi. Mobil tarmoq rejimi. Mobil tarmoq rejimi. Bu nimaga unaqa deyapti? Hozir tushuntirib beraman. Bundan tashqari yana enter knopkasi bor va bu enter knopkasi nima uchun xizmat qiladi? Bu menimcha sizga emas, ko'proq razraботчикlarning o'ziga, klikliklarning o'ziga kerak bo'ladigan knopka. Endi birinchi knopkamiz yoqish, o'chirish, buni tushundik. Ikkinchi knopkamiz va uchinchi knopkamiz ovozni balandlashtirish hamda pasaytirish. Ammo ovozni balandlashtirish knopkasini bosib tursak, device Wi-Fi rejimiga o'tadi. Uni pasaytirish knopkasini bosib tursak, device SIM karta rejimiga o'tadi. Shu o'rinda darrov aytib o'tish kerak, device SIM karta uchun mo'ljallangan slot ham mavjud va bu modulimiz sizga Wi-Fi yo'q bo'lgan joylarda bemalol internet tarmog'iga ulanishingizni ta'minlab beradi. Uni oldi qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, jidkokristalitskiy LCD ekran mavjud va u faqatgina ikkita rangni sizga uzatib bera oladi. Unda QR kod ko'rsatiladi. Albatta bu QR kodga qanday qilib erishishimiz mumkin degan savol sizda tug'ilgan bo'lishi mumkin. Agar sizni do'koningiz Klik kompaniyasi bilan birgalikda hamkorlik qiladigan bo'lsa, unda hech narsa o'rnatishingiz shart emas. Shunchaki sizga Klik kompaniyasi shu device'ni berganida sizning QR kodingizni kirgizib beradi. Agar sizda kompaniya bilan shartnoma bo'lmasa, unda Klikka kelasiz va sizga kerakli bo'lgan hamma jarayonni o'ziga amalga oshirib berishadi. Device'ni oddiy 15, 18, 20 vatli blok pitaniyalarda zaryadga qo'yganingizda taxminan yarim soat 40 minutlarda batareykani to'ldirib beryapti.
Bu albatta tovushni balandligiga ham to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Ya'ni tovush qancha baland turgan bo'lsa, batareya shuncha tezroq ketadi. Va albatta to'la batareykada device 8 soat, ya'ni butun ish kuniga xizmat qilib berishga qodir. Endi albatta tovush nima uchun baland degan savol sizda bor. Bir xil paytlarda do'konda sizda bu device uzoqroqda turgan bo'lishi mumkin. Mana shunaqa holatlarda nafaqat ko'z bilan kontakt, balki eshitib ham kontakt qilishingiz mumkin. Boshqa ish qilayotgan bo'lsangiz, aytaylik tam 300 ming so'm pul tushdi degan ma'lumotni bilasiz. Siz Click Sadodan kelganini bilasiz va bilasizki, mijoz sizni aldamadi, pulni tashab yubordi. Bundan tashqari do'konlarda odatda juda ham shovqin bo'ladi. Mana shunaqa holatlarda ham ovozi balandgina bo'lgani bu katta plus. Lekin qanaqadir xizmat ko'rsatish turlari ham mavjud, aytaylik o'quv kurslari va hokazo. Mana shunaqa joylarda agar ishlatadigan bo'lsangiz, ovozi balandligi sizga xalaqit berish mumkin. Mana shunaqa paytlarda shunchaki olib orqa tarafidagi ovozni kontrol qiladigan knopkamiz yordamida pasaytirib olasiz. Xo'p, Click Sado o'zi nimaga kerak? O'zi, bilsangiz, QR kod bilan pul to'lash bu juda ham qulay bo'lib ketdi. Shaxsan o'zim kartamni yo'qotib qo'yganim ancha bo'lib ketgan. Faqatgina Click QR kodlari orqali to'lovlarni amalga oshirib yuribman. Mana shunaqa joylarda sotuvchiga ham, xaridorga ham juda ham qulay bo'lgan device hisoblanadi. Birinchi navbatda o'sha qog'ozli QR koddan ko'ra ancha prestijli ko'rinishga ega. Ikkinchi navbatda ham ovozli, ham vizual pul sizni hisobingizga kelib tushganiga ishonchingiz komil bo'ladi. Va uchinchidan, yaqin kelajakda unaqa qog'ozli QR kodlar menimcha yo'q bo'lib ketsa kerak. Click bo'lsa eng birinchilar qatorida mana shu narsaga o'zini qadamlarini bosdi. Device'ni orqa tarafida kichkinagina displeyimiz mavjud. Bu displey faqatgina sonlarni sizga ko'rsatadi, ya'ni hisobingizga kelib tushgan summani. Bu displey ko'rinishi faqatgina sotuvchiga qulay qilib o'rnatilgan. Xaridorga ko'rinmaydi. Shuningdek, sizning hisob raqamingizga Click ilovasi, USSD servisi yoki o'sha eski qog'ozga yozilgan QR kod orqali pul tushgan taqdirda ham Click Sado bu haqda sizga ovozli xabar beradi. Device 3 xil tilni qo'llab-quvvatlaydi. Bu albatta o'zbek, rus hamda qoraqalpoq tili. Click Sado qurilmasi faollashdi. Добро пожаловать в Click Sado. Click Sado apparati aktivlashdi. Salom alaykum. Okay, karta qolib ketib, shuni klik qilsak bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Mana mashinaga to'lasangiz bo'ladi. Aka keling, siz egalingiz keldi. 1 million so'm o'tkazildi. Aslida Click kompaniyasi bu device'ni o'zini qulayligi uchun emas, sizni qulayligingiz uchun yaratdi. Siz deganimda men xaridorni ham, sotuvchini ham nazarda tutyapman. Javlon Asatullayev. Kelajakda ko'rishguncha.